Sağlam qalb. Cimi hamdusana haq din, ya'ni islom dinini barliq dinlardan ustun qilish uchun o'zining payg'ambarini, ya'ni Muhammad alayhissalomni to'liq hidoyat va haq din bilan avatgan Alloh xosturki, Allohning guvohligi yetarlikdir. Iqror qilib va tavhid aqidasida turib guvohlik beramanki, yoki yagona Allohdan boshqa iloh yo'qdir. U zotning sherigi yo'qdir. Ya'ni guvohlik beramanki, Muhammad alayhissalom Allohning bandasi va payg'ambaridir. Allohning durud va salomlari u payg'ambarga, u payg'ambarning sahobalariga va oila tavobatlarga bo'lsin. So'zimizga kelsak, musulmonlar bir-biriga giralishib ketgan turli fitna fasod to'lqinlarining orasida qolgan. Bir-biriga gumon qilish ahvoli ko'payib ketgan bu kunlarda bir-birimizga ega chiqib, o'zaro haqni aslatib turishga nihoyatda ehtiyojliqmiz. Shuning uchun menmi Alloh taolo kitobida zikr qilgan sog'lom qalbning haqiqatini qarindoshlarimga aslatishni majburiyatim deb qaradim. Alloh taolodan muvaffaqiyat tilagan holda so'zimni boshlayman. Sog'lom qalbning haqiqati. Alloh taolo mundaq degan: ular, ya'ni xaloyiqlar hisob berish uchun tirildiriladigan kunda meni rasvo qilmagan. U kuni hech kishiga mol va o'g'illar foyda yetkazolmaydi. Faqat Allohning dargohiga pok qalb bilan kelgan odamga foyda yetkaziladi. Shuara 87-89 oyatlar. Ibn Qayyim rahimahulloh mundaq degan: sog'lom qalb degan Allohga sherik keltirishdan, o'chmanlik, adovat, hasad, baxillik, kibr, dunyodan va amal obro'yini yaxshi ko'rishdan yiroq bo'lgan qalbdir. Ya'ni Allohdan yiroqlashtiruvchi turli ofatlardan, Alloh bergan xabar, amr va irodalarga muxolif turli shubha, orzu, istak, shahvat va maqsad muddaolardan farig. Shundaqla Alloh bilan bo'lgan rishtani o'zib tashlag'uvchi har qanday to'salg'ulardan judo qalbdir. Mutlaq kesib aytamizki, qalb tavhid aqidasiga zid bo'lgan, Allohga sherik keltirish, sunnatga xilof bo'lgan bid'at, Allohning amriga qarshi bo'lgan orzu, istak, zikrga zid holdagi g'aflat qilish va ixlosga zid bo'lgan havoyi havasga ergishishdan iborat 5 turlik ahvoldan xoli bo'lmoqcha sog'lom qalb bo'lolmaydi. Bular Allohning roziligiga erishishdan to'sib qo'yadigan ishlar bo'lib, ularning har biri yana sanab bo'lg'ili bo'lmaydigan darajada nurg'un masalalarni o'z ichiga olgandir. Shuning uchun banda har vaqt to'g'ri yo'lga hidoyat qilishni so'rab, Alloh taologa duo qilib turishga bak ehtiyojlidir. Chunki banda boshqa narsalardan bakrak bu duoga ehtiyojlidir. Bandaga nisbatan bu duodan manfaatliroq bir narsa yo'qdir. Imom Ibn Qayyim rahimahulloh mundaq degan: Allohning azobidan najot topadigan qalb bo'lsa, Rabbi va Rabbining buyruq, bishorat xabarlariga zarra chog'liqni qarshilashish yoki bo'yintovoqlik qilish bo'lmagan holatda sog'lom bo'lgan qalbdirki, u faqat Allohni o'ylaydi va Alloh buyurgan ishlarni qilgan holatda Allohdan va Allohning buyrug'ining g'ayridan xoli qalbdir. Demak, Alloh roziligiga erishish uning eng oxirgi nishoni va birdan bir yo'lidirki, bu holatda anda-sanda bo'lib qolganini hisobga olmaganda, Allohning bergan xabarlarini tasdiq qilishdan va roziligiga erishishdan to'sib qo'yadigan shak shubhalarga parvo qilmaydi. Qachonki qalb mushundoq bo'ladigan, u shirkdan, bid'atdan, ozg'unlikdan va barliq botil ish-harakat hamda gap so'zlardan sog'lom, xoli bo'lgan qalb hisoblanadi. Haqiqatan bo'lsa, u hayoliq, hayiqqan, tama va umid qilgan holatda Rabbining ubudiyati uchun sog'lom bo'lgan qalbdir. Ya'ni u butun vujudi bilan Rabbini yaxshi ko'rib, o'zgini yaxshi ko'rmaydigan, Rabbidan qo'rqib, o'zga qo'rqishlardan yiroq bo'lgan va Rabbidan umid qilib, boshqasidan umid qilmaydigan, tasdiq qilgan va ishongan holda Alloh va Rasulining amriga bo'ysungan va Rabbining qazo qismatlariga rozi bo'lgan, ochiqlanmagan qalbdir. Shundaqla u oshkora va yoshirin holatda barliq ahvollarini, gap so'z, ish harakat va zavqlarini kitob va sunnatga to'g'rilab, bu ikki angushtarga muvofiq kelganini qabul qilgan, nomuvofiq kelganini rad qilgan, hukmi aniq bo'lmagan masalalarda toki aniq bo'lganga qadar to'xtab turgan qalbdir. Yana Allohning dini va payg'ambarining sunnati uchun jinini pido qiladigan yaranlarni do'st tutadigan, kitob va sunnatdan sirt ish qiladigan, bu azg'unlikqa chaqiradigan muxolifatchi dushmanlarini dushman tutadigan qalbdir. Nima uchun qalbning sog'lomligi haqida so'zlaymiz? Nu'man ibn Bashir roziyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Quloq solinglar, insonning badanida bir tishlam go'sht bor.
Bu go'sht tuzalsa, butun badan tuziladi. U bozulsa, butun badan buziladi. U bo'lsa-mu qalbdir. İmam Navaviy rahimahulloh mundaq degan. Bu hadisda qalbni o'ngshash va pasachiliklardan himoya qilish uchun tirishchilik ko'rsatish kerakligi ta'kidlangan. Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani rahimahulloh mundaq degan. Qalbning qalb deb atalishi uning ishlarga nisbatan mavqesining o'zgarib turadiganligi uchundir. Yoki u badandagi narsalarning eng saf qismi bo'lganligi uchundir. Chunki har narsaning eng saf bo'lgan yeri qalb hisoblanadi. Yoki qalb badanda dum holatda bo'lganligi uchundir. Qalb mana mushu ahvollarga xos qilindi. Chunki u butun badanning amridir. Amr tuzalsa, ra'iyat tuziladi. Amr buzilsa, ra'iyat buziladi. Bu hadis qalbning ahamiyati ta'kidlangan va uni o'ngshashga targ'ib qilgandir. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning qalbining sog'lom ekanligi. Alloh taolo payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi va sallamni madhiyalab, "Ey Muhammad, sen haqiqatan buyuk axloqqa egisan." Qalam surasi 4-oyat. Said ibn Hisham ibn Amir radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, u Aisha radhiyallohu anhaga "Menga payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning axloqi to'g'risida so'zlab bersangiz" deganda Aisha radhiyallohu anha "Sen Qur'on o'qimadingmi?" degan. "Albatta o'qidim." Demak, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning axloqi Qur'on edi. Aisha radhiyallohu anha rivoyat qilib bundoq degan: "Men, ey Allohning payg'ambari, sizlarga Uhud kunidami ig'irroq kun kelganmi degan edim. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam, men sizning qavmingizdan har qismi kulfatlarga yo'liqqanman. Men uchirgan eng chong kulfat Aqaba kunidagi kulfatdir. Men o kuni Abdu Yalil ibn Abdi Kulaldan islom diniga da'vat qilish yo'lida yordam talab qilgan edim. U talabimni qabul qilmadi. Shuning bilan men g'amgin holda oldimga qarab mengayverib, qarni Sa'alib degan joyga kelganda, ondan esimga kelibdiman. Beshimni ko'tarib osmonga qarasam, menga bir bulut soya tashlab turibdi. Bulut ichida Jibril alayhissalom bor ekan. U menga: "Alloh taolo haqiqatan qavmining sana qilgan so'zlari va javoblarini anglab, taqi muakkal farishtani sening xohlagan narsani bajo keltirishga avatdi" deb nido qildi. Ondan menga salom berib, taqi muakkal farishta: "Ey Muhammad alayhissalom, Alloh taolo qavmining sana qilgan so'zlarini angladi. Men bo'lsam taqi muakkal farishta. Rabbim meni sening buyruqlaringni bajo keltirishga avatdi. Nimani xohlaysan? Xohlasang Axshab nomli ikki tog'ni ularning ustiga ko'mtiray" dedi. Men Alloh taolaning ularning pushtidan yolg'iz bir Alloh taologa ibodat qiladigan, Alloh taologa sherik keltirmaydigan kishilarni vujudga keltirib berishini umid qilaman dedim, dedi. Ey qadrli qarindishim, suyimli payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning qalbining sog'lomligiga qarag'in. U zot o'z shaxsiyati uchun birarsiga ochiqlanib boqmagan edi. Balki hamma ishlari yakka yegani Alloh roziligi uchun edi. Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu mundaq degan: Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bir payg'ambar to'g'riliq so'zlab berib, bir payg'ambar o'tgan. Qavmi uni urib, badanini qoniga bo'yib u yuzidagi qonlarni surtib turib, "Ey Alloh, qavmimni afv qilgin, chunki ular uqmaydi" degan. Deb berganligi ilmi hozirgidek esimda. Ibn Qayyim rahimahulloh aytadi: Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning ahvolini o'ylaylikki, u zotnimi qavmi urib qoniga bo'yayotganda qonlarni surtib turib, "Ey Alloh, qavmimni afv qilgin, chunki ular uqmaydi" degan edi. Bu kalimalar ihson qilishning 4 maqomini o'z ichiga olgandir. Bu maqomlar orqali ularning payg'ambarga qilgan yomonliklarini selishtirayli. Birinchisi payg'ambarning ularni afv qilganligi. Ikkinchisi ularga mag'firat tilaganligi. Uchinchisi ularni bilmaydi deyish orqali o'zini qabul qilganligi. To'rtinchisi ularni o'ziga nisbat berish orqali mehribonlik qilganligi. "Ey Alloh, qavmimni kechirgin" deganligi. Bu xuddi bir odam boshqa birini tilib olmoqchi, ya'ni shafaat qilmoqchi bo'lsa, aloqador shaxslarga "Bu mening balam edi, hamrohim edi, men uchun uninga marhamat qilg'aylar" deganga o'xshashdir. Qarindishim, o'ylang'in. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning dushmanlariga qarata axloqi bundoq esil bo'lgan yerda, sahoba kiramlarga qarata axloqi qanchalik esil bo'lg'aydi, ha? Abdullah al-Jadali radhiyallohu anhu rivoyat qilib bundoq deydi: "Men Aisha radhiyallohu anhadan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning axloqi haqida so'ragan edim. U zot Rasululloh sallallohu alayhi va sallam nachar so'z, nachar ishlardan yiroq edi. Bozorlarda suranchilib yurmaydi va yomonlik bilan javob qaytarmaydi. Lekin afv qiladi, kechiratdi" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning sahobalarining qalblarining sog'lom bo'lishiga erisman bo'lganligi.
Ali ibn Husayn radhiyallohu anhuma rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning ayoli Safiya radhiyallohu anha unga munda xabar bergan. U Safiya payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni Ramazonning oxirgi o'nida etkabda o'tirayotgan chog'ida ziyorat qilish uchun yoniga kelib bir oz paranglashdi. Ondan qaytib ketish uchun o'rnidan turgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uning bilan birga o'rnidan turdi. Hatto masjidning Ummu Salama ishkining yanidagi ishga yaqin kelganda ansarlardan 2 kishi o'tib qolib, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga salom qilgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam u ikkisiga: "Aldirmay manglar, u Safiya binti Hubaydur" dedi. U ikkisi: "Subhanalloh, ey Allohning payg'ambari" dedi va payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning so'zi ig'ir kelgandek bo'ldi. Shuning bilan payg'ambar alayhisalom: "Shayton insonning badanida qon mangdigan joylarda mangdi. Men shaytonning qalbinglarga vasvas qilib, gumon paydo qilib qo'yishidan qo'rqdim" dedi. Ey qadrli qarindishim, payg'ambar alayhissalom o'ziga birovlarning gumon qilib qolmasligi va sahobalarni bu go'zal axloq bilan tarbiyalash uchun o'zidan shak shubhalarni yiroq qilmoqchi bo'lganligiga qaragan. Alloh taolo o'l sahobiy kiramlardan rozi bo'lsinki, ularning qalblari boshqalarga gumon qilishdan nima degan sog'lom edi, ha? Sahobiy kiramlarning qalblarining sog'lomligi. Shak shubhisizki, qalbning sog'lom bo'lishi marhamatlik Allohning bandalarining eng muhim sifatlaridan bo'lib, o'l bandalarning eng kattalari Alloh taolo kitobida maqtagan payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning sahobalaridir. Ulardan, ya'ni muhojirlardan Madinada yerlik bo'lgan, iymoni kuchli bo'lganlar, ya'ni ansarlar yaniga hijrat qilib kelganlarni, ya'ni muhojirlarni do'st tutadi. Ularga berilgan narsalar uchun ichtarlik qilmaydi. Ular muhtoj turuqliq muhojirlarning manfaatini o'zlarining manfaatidan a'lo biladi. O'z nafsining bixilligidan saqlanganlar maqsadga erishguchilardir. Ulardan keyin kelganlar Parvardigorimiz bizga va bizdan ilgari iymon etgan qarindoshlarimizga mag'firat qilgan. Dillarimizda mu'minlarga qarshi dushmanlik paydo qilmagan. Parvardigorimiz, sen nihoyat mag'firat qilg'uchisan, mehribonsan deydi. Sura Hashr 9-10 oyatlar. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq degan: Biz payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan birga o'tirayotgan edik. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam hozir jannat ahlidan bo'lgan bir kishi yananglarga keladi dedi. Uzun o'tmayla ansarlardan bo'lgan bir kishi tahorat olganligi bois saqlidan suv tomchib turgan ikki kashini so'l qo'liga esib olgan holatda chiqib keldi. Atisimi payg'ambar sallallohu alayhi va sallam avvalgiga o'xshash gapni qilgan edi. Yana ashu kishi avvalgi qatamqiga o'xshash holatda chiqib keldi. 3-kunimi payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ayni so'zni degan edi. Yana ashu kishi birinchi kundagiga o'xshash holatda chiqib keldi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam o'rnidan turganda Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallohu anhuma heliqi zotga ergishib mangdi va dediki: "Men dadam bilan jidallashib qolib 3 kun yoniga kirmaslikka qasam qilgan edim. Agar loyiq ko'rsalar 3 kun to'shqicha meni yonlarida turg'izgan bo'lsalar" dedi. "Bo'ladi" dedi. Anas radhiyallohu anhu so'zini davomlashtirib mundaq dedi: Abdullah so'zlab berdiki, u ashu ansari bilan 3 kecha birga qo'nibdi. Uning kechalari qiyamda turganligini ko'rmabdi. Faqatla bomdod namozi uchun o'rnidan turganiga qadar ko'rpasida uyan bu yonga o'rilsa, Alloh azza va jallani zikr qiladi ekan va takbir aytadi ekan. Abdullah aytdiki, men uning faqat yaxshi gapni qilganligini angladim. 3 kundan keyin men uning amallarini bir oz tuvan sanaganda qilib: "Ey Allohning bandasi, mening dadam bilan aramizda hech bir ish yuz bermagan edi. Lekin men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning o'zlari uchun 3 qatim hozir yananglarga jannat ahlidan bo'lgan bir kishi chiqib keladi deganligini angladim. 3 qatimda o'zlari chiqib keldilar. Shuning bilan men sizning nima amallar borligini ko'rish va bu orqali o'zimni ergishib shu amalni qilishni o'ylagan edim. Lekin sizlarning ko'p amal qilganliklarini ko'rmadim. Undaqda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytgan martabaga o'zlarini yetkazgan narsa nima degan edim u. Sening ko'rganingdan boshqa amalim yo'q dedi. Abdullah dediki, men kendim yenib manganda u meni chaqirib: "Mening sen ko'rgandan boshqa amalim yo'q, biroq men nafsimda hech bir musulmon uchun xiyonat, aldamchilik qilishni his qilib boqmadim va hech bir kishiga Alloh taolo uningga ato qilgan yaxshilikqa qarta hasad qilib boqmadim" dedi. Shuning bilan Abdullah, bu silni u martabaga yetkazgan amalkan, biz uni qilib bo'lmaymiz dedi. Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu. Ali ibn Abi Talib Talha ibn Ubaydullahni qaqas bir cho'llikda ko'rib qolib, edidan tushdi va garchi bu ikkisi orasida to'qinish bo'layotgan mazgil bo'lsa-mu, yuzidagi to'palarni so'ritdi va: "Ey Abu Muhammad, seni bundoq cho'l bayovan ichida yulduzlarning ostida sarson holda ko'rish menga ig'ir kelmoqda.
"Men sirlerim va g'am qayg'ularimni Alloh taologa aytaman" dedi. Talha ibn Ubaydulloh azodgardisi Abu Habiba mundoq degan: "Men Jamal vaqasidan keyin Imron ibn Talha bilan birlikda Ali ibn Abi Talibning yoniga kirdim. Ali uni qarshi oldi va o'ziga yaqin qildi. Ondan men Allohning meni va otang Talhani ularning dillaridagi dushmanlikni chiqarib tashlaymiz. Ular o'zaro qarindosh bo'lgan holda taxtlar ustida bir-biriga qarshi o'ltirdi." Hijr surasi 47-oyat. deb sifatlagan kishilarning qatoridan qilishini umid qilaman dedi. Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhuma. Ibn Burayda mundoq degan: Bir kishi Ibn Abbas radhiyallohu anhumani tillaganda u: "Sen meni tillayotsan. Halbuki menda 3 xislat bor. Birinchisi, Alloh taolaning kitobidan bir oyatning ustida to'xtayman. Ondan hamma insonlar ol oyatdan men bilib yetganini bilishgan deb arzu qilaman. İkincisi, men musulmonlarning hokimlaridan birarining adil hukm qildiganligini anglasam, u ahvoldan mangu uning yeniga da'vo dastur ishlari bilan berib qolmasammi, xushal bo'laman. Uchinchisi, yana musulmonlarning yurtlaridan birariga yomg'ir yoqqanligini anglasam, u joyda yayiltilgan chorva mollarim bo'lmasimi, xushal bo'laman dedi. Abu Dujana al-Ansari. Zayd ibn al-Aslam mundoq degan: Kishilar Abu Dujana og'rib qolganda uni yo'qlab kirdi. Bu chaqda uning chiroyi xushalliqdan echilib ketgan edi. Uningga: "Nim sababdan chiroylari bunchalar echilib ketdi?" deyilganida u: "Menda buni ikki amaldanmi yaxshiroq bir amal yo'q. Biri o'zimga munosibatsiz ishga aralashmadim. Yana biri qalbi musulmonlar uchun sog'lom bo'ldi" dedi. Qadrli qarindishim, bu sog'lom qalblar bilan o'zimizning qalblarini solishtirib boqayli. Ondan qalbning sog'lom bo'lishiga yordami bo'ladigan sabablar bilan tanishib chiqayli. Ahli ilmlar bir kishining sog'lom qalb egalaridan bo'lishiga yordami bo'ladigan sabablarni zikr qilgan bo'lib, ular qisqacha tuvandagilardir. Birinchi, amallarni shirki yo'q yoki yagona Alloh uchun xolis qilish. Bu vaqtda Alloh taolo mundoq degan: "Ey Muhammad, aytqinki, mening namozim, qurbonliqim, hayotim va mamatim, dunyoda qilgan yaxshiliklarim va taat ibodatlarim olamlarning parvardigori Alloh uchundir. Allohning sherigi yo'qdir. Men mushuningga, ya'ni yolg'iz Allohga xolis ibodat qilishga buyurildim. Men musulmonlarning avvaliman." An'am surasi 162-163-oyat. Alloh taolo yana mundoq degan: "Ular aytidi: Sizlarga biz Allohning roziligi uchun taom beramiz. Sizlardan buning badaliga hech qanday mukofot va tashakkur talab qilmaymiz." Inson surasi 9-oyat. Yana mundoq degan: "Ular faqat ibodatni Allohga xolis qilgan, haq diniga itoat qilgan holda yolg'iz Allohga ibodat qilishga buyurildi. Namozni ado qilishga, zakotni berishga buyurildi. Ana shular, ya'ni ibodat, ixlos, namoz, zakotlar to'g'ri dindir." Bayyina 5-oyat. Zayd ibn Sabit radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundoq degan: 3 turlik ish bor. Musulmon uniga chin asilsa, qalbi o'chmanlik va xiyonatdan pok bo'ladi. Amallarni Alloh rizoligi uchun xolis qilish, ish ustidagilarga, hokimlarga nasihat qilish va musulmonlar jamoatini lozim tutish qatorliqlar. Chunki ularning duosi ularni shaytonlarning mekridan va ezib ketishdan qo'g'daydi. Ya'ni musulmonlar jamoatidan ayrilgan kishi ularning duosining barakati va boshqa turli barakatlaridan mahrum qoladi. Ibn Qayyim rahimahulloh bu hadisning ma'nosi haqida mundoq degan: Ya'ni u qalbda hech qanday o'chmanlik va xiyonat qolmaydi. Bu 3 turli xislat o'l nachar illatlar bilan chiqisholmaydi, balki butunlay chiqarib tashlaydi. Chunki qalbda eng cho'ng xiyonat bo'lgan Allohga sherik keltirish, boshqalarga o'chmanlik qilish va bid'at, ozg'unlik bilan musulmonlar jamoatidan chiqib ketishdan iborat illatlar bo'ladi ekan, bularning birdan-bir do'risi komil ixlos qilish, nasihat qilish va sunnatga ergashishdan iboratdir. Ibnul Asir rahimahullohmu bu hadisning ma'nosi haqida bu 3 turli xislat bilan qalblar isloh bo'ladi. Shuning uchun kimiki ularga ching eslib amal qilsa, qalbi xiyonatdan va har turli yomonliklardan pok bo'ladi degan. Ikkinchi, musulmonning Rabbidan mamnun bo'lishi. Buningdan Alloh taolo taqdir qilgan barliq ishlardan rozi bo'lish maqsad qilinadi. Ibnul Qayyim rahimahulloh mamnun bo'lishning o'rni haqida so'zlab, shaksizki mamnun bo'lish banda uchun qalban sog'lomlikning eshigini ochib beradi. Bu orqali uning qalbi xiyonat, chiriklik va aldamchiliklardan poklangan sog'lom holatda bo'ladi. Alloh taolaning azobidan Allohning dargohiga sog'lom qalb bilan kelgan kishilar omon qoladi. Qazo qadarga ochiqlanish va mamnuniyatsizlik bor bo'ladi ekan, qalbning sog'lom bo'lishidan og'iz ochqila bo'lmaydi. Demak, bandaning mamnunligi oshgan sari qalbi shunchalik sog'lom bo'ladi. Chiriklik, xiyonat qatorliq
illatlar mamnuniyatsizlikning juftidir. Qalbning sog'lom bo'lishi mamnuniyati boshqalarga yaxshilik qilishga va nasratgo'ylikqa intiladigan bo'lishi bo'lsa, mamnunkorlikning juftidir. Shuningdek, hasadxo'rlik mamnuniyatsizlikning natijasi. Qalbning sog'lom bo'lishi bo'lsa, mamnuniyatning natijasidir degan. 3. Qur'on tilovat qilish. Allohning kalomi bo'lmish Qur'on Karimni tilovat qilib turish, haqni qabul qilib, botilni rad qiladigan qalblar uchun o'l qalblarning kasalliklariga eng esil amdir. Bu haqda Alloh taolo mundaq degan: "Ey insonlar, sizlarga Parvardigoringlar tarafidan nasat bo'lgan dillardagi dardga, ya'ni shak va nadonlikqa shifo bo'lgan, mu'minlarga hidoyat va rahmat bo'lgan Qur'on keldi." Yunus 57-oyat. Alloh taolo yana mundaq deydi: "Biz mu'minlarga, ya'ni ularning dillariga shifo va rahmat bo'ladigan Qur'on oyatlarini nozil qilamiz." Qur'on kofirlarga ziyondan boshqa ziyoda qilmaydi. Ya'ni ular Qur'onni tasdiq qilmaganlikdan ularning kufri texmi oshadi. Isro surasi 82-oyat. Ibn Qayyim rahimahulloh jismoniy va ruhiy kasallar va boshqa dunyo oxiratning butun kasalliklarining mukammal shifosi Qur'on Karimdirki, bu Qur'ondan shifolik izlashga hamma kishi muvaffaq bo'la olmaydi va salohiyatli ham bo'la olmaydi. Agar kasal kishi o'ziga Qur'ondan unumli davo topa olsa va amlashni kasalga rostchilik, chin ishonish shartlarini to'liq hozirlash bilan joyida ilib bora olsa, uningga mangu kasal chaplashmaydi. Agar tog'larga va zaminga nozil bo'lgan bo'lsa, bardoshlik berilmaganlikdan hukm talgan bo'lib ketadigan osmonlarning va zaminning Robbining kalomiga qandoqmi kasalliklar qarshi tura olsin? Demak, qandoqliki jismoniy va ruhiy kasal bo'ladi ekan, Qur'on Karimdan uningga unumli dori topiladi. Bu dorining sabablari va uningdan foydalanish Alloh azza va jalla kitobini tushunishga muvaffaq qilgan kishiga nasib bo'ladi degan. 4. Musulmonlar haqida yaxshi o'ylash. Shaksizki, musulmon qarindoshlariga qarata yaxshi o'yda bo'lishi qalbning sog'lom ekanligining eng muhim sifatlaridandir. Said ibn Abul Musayyib rahimahulloh mundaq degan: Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sahobalaridan ba'zi qarindoshlarim menga: "Qarindishing sana xiyonat qilmasla, uning ishlarini eng go'zal holatga qo'ygan. Musulmonning og'zidan chiqqan so'ziga qarata yaxshilikqa burash imkoniyati bo'lsa-la, badgumon qilmagan. Kimiki o'zini tuhmatlarga duchor qilsa, faqat o'zini ayblasin" deb maktub yozdi. 5. Nasihat qilish. Qalbning sog'lom bo'lishining omillaridan yana musulmon kishining o'z nazarida din qarindoshlarining kitob va sunnatga muxolif bo'lib qoldi deb qargan ishlarga qarata ularni ayblamasdan va chavosini chiqib yaymasdan maxfiy holatda nasihat qilishga tirishishdir. Bu nasihat do'stni ranjitmay, ayblamay, bevosita yoki vositalik yo'l bilan bo'lsa bo'ladi. Fuzayl ibn Iyaz rahimahulloh mundaq degan: "Mu'min yapidu va nasihat qiladi. Fojir bo'lsa yuzini to'kidi va hijolat qo'yadi." 6. Qalbning sog'lom bo'lishini tilab duo qilib turish. Musulmon har doim Alloh taologa duo qilib yelinishi va qalbini turli xiyonat, o'chmanlik va hasaddan sog'lom qilishni umid qilish kerak. Qalbning sog'lom bo'lishini tilab duo qilish bo'lsa, marhamatli Allohning bandalarining sifatlaridan bo'lib, bu haqda Alloh taolo ulardan keyin kelganlar Parvardigorimiz bizga va bizdan ilgari iymon etgan qarindoshlarimizga mag'firat qilgan. Dillarimizda mu'minlarga qarshi dushmanlik paydo qilmagan. Parvardigorimiz, sen nihoyatda mag'firat qilguvchisan, mehribonsan deydi. Hashr surasi 10-oyat. Ibn Abbos radhiyallohu anhuma rivoyat qilib mundaq degan: Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam: "Ey Rabbim, tavbamni qabul qilgin, gunohlarimni yo'q qilgin, duoyimni ijobat qilgin. Dunyoda dushmanlarimga qarshi hujjatlarimni mustahkam qilgin. Qalbimni seni tunishga muvaffaq qilgin. Dilimni haqni so'zlash uchun to'g'ri qilgin. Qalbimdan o'chmanlik, xiyonat, hasadni chiqarayotgan" deb duo qiladi. Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallohu anhuma rivoyat qiladi-ki, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: "Ey dillarni o'zgartib turg'uvchi Alloh, dillarimizni sana itoat qilishga o'zgartgan." Anas radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq degan: Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam: "Ey dillarni o'zgartib turg'uvchi Alloh, qalbimni diningda mustahkam qilgan" deb ko'p aytadi. Men: "Ey Allohning payg'ambari, biz sizlarga va sizlar elib kelgan haqiqatga iymon etdik. Shundaqdimi bizdan o'zgarib ketishimizdan qo'rqinglar" degan edim. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam: "Shundaq, haqiqatan qalblar Allohning barmoqlaridan ikki barmoqning orasida bo'lib, Alloh uni xohlagancha o'zgartib turadi" dedi. 7. Salomni umumlashtirish. Salomni umumlashtirish bir-biridan nafratlanadigan qalblarni ulfatlashtiradi va musulmonlar to'pidan adovat va o'chmanlikni yo'q qiladi.
Abu Hurayra roziyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: Sizlar mu'min bo'lmoqcha jannatga kirolmaysizlar. O'zaro do'stlashmoqcha mu'min bo'lolmaysizlar. Men sizlarni o'zaro do'stlashtiradigan bir ishni aytib beraymi? U bo'lsa-mu oranglarda salomni umumlashtiringlar. 8. Hadiya qilish. Haqiqatan boshqalarga yaxshilik qilishning inson tabiatiga cho'ng ta'siri bordir. Qalblar bo'lsa, o'ziga yaxshilik qilgan kishini yaxshi ko'radigan qalb yaratilgandir. Shuning uchun hadiyalashish qalblarni ulfatlashtiradi. O'chmanlik, hasad qatorliq illatlarni yo'q qiladi va hadiya qilguvchining boshqalarni yaxshi ko'rish va hurmatlashdan iborat qalbidagi go'zal axloqni ifodalab beradi. Shu sababdan islom dini bizni bu go'zal axloqqa qiziqtirgan. Abu Hurayra roziyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: O'zaro hadiya qilinglar, shunda o'zaro do'stlashsizlar. Ey marhamatli ulug' Alloh, bizni seni yaxshi ko'rishga va seni yaxshi ko'rishga elib boradigan amallarni yaxshi ko'rishga muvaffaq qilgan. Manba Al-Qalbus Salim, Shayx Salohiddin Najibud Doq. Tarjimada Muhammad Barat.